O'sha kitob do'konlardan topilmaydigan, kutubxonalardan topilmaydigan, faqat buyurtma asosida topiladigan kitob keldi. Mana Haqiqiy tibbiyot 2-nashri. Istanbul 2012 mana. Doktor Oydin Solih. Yo'qotilgan shifo izidan haqiqiy tibbiyot. Bu kitob kimlar uchun? Ilmni qadriga yetgan, sog'lig'imni o'zim tiklayman, har xil turli kurslarga yozilganidan ko'ra o'zim o'qib o'rganib, o'zim sog'lig'imni tiklayman deganlar uchun mana yozib qo'yibdi. Kasalliklar sabablari mana. Foydalarini hammasini yozgan. Asosiy yeguliklar, tabiiy dori-darmonlar mana sabzi, xurmo, qichqich, sedana. Sog'liqni saqlash yo'llari: to'g'ri ovqatlanish, tahorat, namoz, uyqu, kiyim, vujudni tozalashda jigar tozalash, buyrak tozalash, o'pka tozalash, qon oldirish, hijoma mana. Hijoma zuluk bilan davolash, ochlik bilan davolash, 1 kunlik ochlik, 3 kunlik, 10 kunlik ochlik, kasalliklar uni davosi, xo'p, o'lim, homiladorlik, tug'ish, chaqaloq parvarishi, emlash, gimo, oziq-ovqatlar va juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Orqasida jadvallari ham bor. So'zlarni, giyohlarni inglizcha, ruscha, turkcha nomi 432 bet. 432 bet. Original mana. Odamlar qidirib yuribdi buni. Marg'ilonda 600 ming sotyapti ekan bitta blogersha. Ko'p nima deydi? Jalbalar deymiz o'rtachasiga aytganda keldi. 600 ming ekan. Qimmat ekan, sizdan oluvdik, arzonlidi sizda, qadriga yetmagan ekanmiz. Qimmat siragan ekanmiz. Endi bildik. 600 mingdan talashib olishyapti. 1 yil oldin ham 5 ta qoldi, 4 ta qoldi, hozir ham 5 ta qoldi, 4 ta qoldi deb, noyob kitob deb sotishyapti. 600 ming, 500 mingdan, shuning uchun mana olib qolinglar. Bizda narxi arzon. 3 barobar arzon. Haqiqiy tibbiyot kitobi mana. Ilmni qadriga yetgan bu har bitta uy bekasida hozirgi kunda bo'lish kerak bo'lgan kitob. Ya'ni xohlagan vaqt o'qib, to'g'ri ovqatlanish haqida, tabiiy ovqatlar haqida, hamma narsa, asosiy yeguliklar mana boshida juda ko'p immunitet tizimi, hamma narsa bor. Juda ko'p narsa bor bu kitobda. Shunga ilmni qadriga yetgan odam bo'lsa, sovg'a qilgani ham zo'r, ayniqsa o'qimishli insonlarga. Uzoq umr sirlari ham keldi, ochlik haqida, ochlik mo'jizasi ham keldi. Bular haqida keyingi videolarimizda.